Pantechnika. Biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Ben Qerinşanlar Nebijala. Bugün programımızda biz kun tartibdagi muhim xabarlar temasida şu yaqindan yağı, yani 18 yıllardan başlap 22 yıllargacha bo'lgan aralıqdaki ba'zi bir muhim xabarlarni o'rtoqlashaylik dedik. Bu xabarlar matbuotlarda yo ijtimoiy tarmoqlarda hammamizga anglandi. Shunday bo'lsa-mu, endi buningga birlashtirib o'zimizning ko'z qarashlarini va buning oqidagi ba'zi deyilmagan ba'zi gap so'zlar bo'lsa, uni bir o'rtoqlashaylik dedim. Qarindoshlarim. Hammamiz bilgandek, o'sha oyning 18 kuni Amerikaning Alyasida degan yerida o'tkazilgan yig'inda yana Xitoy bilan Amerikaning yuqori darajalik amaldorlari uchrashgan bu yig'inda hammamiz ko'rganimizdek Xitoyning diplomatiya ministri Yang Jiechininki 16 minut tarjimongami gap bermay turib Xitoycha valaqlagan nimasini ko'rdik. Ko'rgandan keyin bu yerda Amerika buning qarta bir şekilde özlerining ko'z qarashlarini o'ttirib qo'yganligi aniq. Endi gapning beshida hammamiz bilgandek Amerika 2 minutlik boshlanish so'zida avval Sharq Turkiston masalasini, andan keyin Shangang va Tayvan masalasini ig'iz olganligi uchun Xitoy bilan qarta bizning qizil chiziqimizga sen nima qilding degan shaklda chishangishib ketganligini ko'rdik. Bu yerda Xitoy tajovuzchilarining 12-oyning 16-kuni o'tgan yili 12-16 chiqqan bir xabar bor ekan. Buningda nima deyilgan ekan desanglar, bu Xitoy tajovuzchilari yuqori, ya'ni tabiiy Jo'naxay ichida ikkiga bo'lingan ekan bular. Birisi deydi ekan, biz yumshoq tipdagilar deydi ekan. Ular yumshoq tipdagilar qanday desanglar, masalan, biz Amerikaga ma'qul, Yevropaga ma'qul deb qo'yib, o'zimizni shu milni setib, pulini ilib, o'zimizning taraqqiyotini bek davron qilib ketmay, bek nochilik qilib ketmay qilavermamdoq. Al bu pulini olsaqlam, milimizni setib olsaqlam hisob emasmi? Pulga nima ish qilamiz biz? Tantirib nochilik qilib voy deydiganga bizning hozirgi kuchimiz yetmaydigan bo'lsa, buning uchun nima uchun biz hozir bek bir baldu taraqshib qo'yishning toza nimasi bo'lmaydi deydigan bir turkum nimalar bor ekan. Yumshoq nima deymiz? Yumshoq tarafdagilar deb qo'yamiz. Andan keyin yana birisi bor ekan, mana Xi Jinpingni nimaga olgan. Ular deydiki, biz hozir kuchlandik. Biz hozir biz ularga ahu deb sening rost deydigan hozirgi Xitoy emas biz degan noyat taraqqiy qildik. Biz degan Xitoy degan hozir nima desa Amerika deganning ba'zi amaldorlarining pul bilan ba'zilarini unda qilib bunda qilib hech bo'lmaydi deganda biz hozirgi iqtisodiy ustunligimiz bilan biz bularga variant qilamiz. Hozir aldirab bizga bir nima deyolmaydi. Bizga qo'yilgan jazolarimiz bek kuchga ega emas. Shuning uchun biz nima uchun poponlik qilmaymiz? Nima uchun yo'g'onchilik qilmaymiz? Ketkish qo'l qo'yish turib bularga ta'zim qilib beshimizni egib yashamdik. Biz meydimizni ko'tarib yashaymiz deydi ekan. Shuning bilan bu maqolada şu 12-16 Xitoyning Xinhua agentligimi bir yana e'lon qilgan maqolasida shuna debdi ekan. Biz o'zining ichidagilarni tanqidlab ekanda, mushida yumshoq vositalar boshiga biz bularga hech qachon bo'yin egmaymiz Amerika boshlig'idagi g'arb ellarga. Biz cho'qim aynan tik turamiz. Manda yumshoq vositani biz anda nima qilamiz, mana qilamiz deb tanqidlagan shaklda maqola e'lon qildi ekan. Demak, bu maqolani shu Amerika hukumati Amerikaning istixbarotlari buni ko'rib, tahlil qilib, Xitoy qaysi yo'lni oladi, qanday emas, bu bir davlat bo'lgan ekan, bir davlatning istixbarotida qarshi dushmanning nima ish qilayotganligini, nima ish qila oladiganligini taxmin qila oladi. Ham undan uchur ola oladi. Uchur ilib turib, shu uchurga asosan ish ko'radi. Shuning bilan bu Yang Jiechi degan, masalan, Bushdan tortib, Clinton, undan keyin shu Obama, buning hammasi bilan yaxshi o'tgan. Bu asli Yang Jiechining asli xizmati tarjimonlik ekan, shu yuqori darajalik amaldorlarga Xitoyning tarjimonlik qilgan Xitoy ekan bu. Tarjimonlikdan usab,
Hazırki bu diplomatiya ministerligining Wang Yining boshlig'i hamda bu. Buning 70 necha kiribdi bu Xitoy. Bu kelajili bu Xitoylikqa Chang Wei deb qo'yamiz. Bu anaqa Uyg'urcha unutib qoldim. Bu nimaning ichiga 25 odamning ichiga kirilik bu. Bu kelajili 25 odamning ichidan siqib chiqarilyapti. Nima ish qilsang yeyish to'shab ketaylik. Bu pensiya yeyishida bu. Bu pensiya bo'lgan degan bu Liu Shu mu Pushu bo'lib anaqa Liu Shu deb qo'ydi. Xitoyga Tushuning ustini Liu Shu deb jimi deydigan bir kishi bor. Shu shaklda bo'lib bu nihoyat ta'minot, yuqori ta'minot bilan, yuqori darajalik imtiyoz bilan bu pensiyaga o'tib ketadi. Bu pensiya o'tib ketgandan keyin buni Xitoy buda qurbonlik qilgan. Deganimdek Bush, Clinton, Obama zamonida tercümanlık hem tercümanlık qilgan, tercümanlıktan chiqib shu shaklda Amerikadagi yuqoridagi amaldor bilan munosabatim yaqin ketdi. O'zaro o'tirib qo'pshalaydigan, choy ichalaydigan yerda Amerika paras tipidagi Xitoy amaldor ekan. Bu da hamda buni qurbonlik qilishidagi sabab buni vaqti to'shdi. Hamda Wang Yiga 60 necha kiribdi, uning bir ish kuchli o'xshaydi. Ama Mao o'rin bekalaydi ekan. Shu hamda buni tisugi deb qo'ydi Xitoylar. Buni nima qilib yetiblamchi? Xitoy qarshi maydonni bildiriblam yo'q qilib yetadigan odam. Mana kelayotgan pensiyaga chiqdi. Bizimda voy osh xatolashib ketgan deb Xitoy ustiga ketgan odamga otib qo'yiblam ishni yig'ishtiradigan ishi bor. Shu shaklda buni o shaklda yo'qotish uchun buni 16 minut bu tayyorlik bilan kelgan ish deydi. Xitoy tayyorlik bilan kelib, agar shu chunki Xitoyning istixboroti va Amerika nimani o'tirib qo'ydi, nima deydi, qaysini biz qanday qilamiz, qayerimiz nima deymiz deganga tayyorlik bilan kelgancha. Chunki u yerda so'zlagan siyosiy masalalardan boshqa masalan navo kelimat bu har xil temalar va mush temaning ichida hamda magapni desa magapni deymiz, ani qattiq deydigan ma'ni deymiz, yumshoq degan ma'ni deymiz, ishni yepasak tizilib nima qilamiz, boshuramiz degandekcha har xil tayyorlik bilan keladi. Hem şu jarayonda hamda Xitoyning bir nima shu olam tushib qilib biroz nima bo'layotdi. Qarindoshlar shunga bek nima diqqatim jilib ketib bordi. Shuning bilan hamda anaqa Xitoyning hamda bu shaklda tayyorlik bilan kelib bu nimalarni deyishini o'zimi nima deganda bu çalba qaçlarının özümü o'rlashtirilgan. Endi bu qaytib qolgandan keyin masalan Xitoy xalqi hech qachon tiz bukmaydi, aqlay chaqlay deganlarga Michael'ga besib xatlar, so'ngqilik xatlarni yozib ketgan shakldagi ishlarining hammasi nima desanglar, o'zlarini mana xalqiga voy mana biz kuchlandik. Biz Amerikaga bosh egmaymiz deb xudo hozir Amerikadagi Xitoylarni qo'rqmay ko'chaga chiqib vaqirab jarsilib ketib qolganlarning yeri ma xalqiga bo'lgan bir xillikqa nimani berish. Umidni berish. Biz hech qachon bosh egmaymiz, mana biz qattiq qo'l, biz hech qachon Amerikaga voy deb siz kutgan odam emas, biz qo'rqmanglar degan shaklda bir signal berish. Shunda bo'lganligi uchun bu Xitoyning 16 minut yomon chalvaqab so'zlab ketganligining natijasi shu. Ammo Amerika bunga nisbatan bir tayyorligi bo'lg'achqa Xitoyni deb sakiltib, chalvaqitib butun dunyoga Xitoyning yana bir yuzini tashviq qildi. Ya'ni Xitoy mana shunda zo'migar, shunda mudaham, shundacho masalan Sharq Turkiston xalqi qilayotgan ishini aytdi. Aniq, chunki bular mana shunday shaklda diplomatlik qoida, qonunni bilmaydigan, shunday o'zini naydi cho'ngchoqlaydigan, naydi yo'g'inchi, shunday zo'migar mana bugungi Xitoyning yuzini ko'ranglar deb Amerika'nın amaldorlarına ait ig'ir besiq, shuk o'tirib turib ziyoli shaklda buluni sekletgan bo'lgan bo'ldi. Demak, bu sekletish jarayonida andan keyin Xitoy qanday qildi deganda, naydi chunki bu o'zining qurbonlik berganligini bildirgan yerchi. Andan keyin maylamda pensiyaga chiqib bu shaklda ishonmi deganda pensiya nimamni bexatirjam elib olsam, shiqanxo'rga yaxshi bo'lib, bir shaklda bu o'tkalda o'tib olsam, naydi kelsa meni qurbonlik qilib etgani aniq deb bu shaklda o'tirib chiqqan bo'ldi. Demak, u yerda hammamiz bilganimizdek bu ko'rishda Alyaskadagi ko'rishda hech qanday nima masalan bir havo kelimatidan birlikka kelgan bilan qolgan nuqtalarda birlik kelinmay
nimisi yig'in tugaganligi, 2 kunlik yig'inning tugaganligi, o'tirda buning Xitoyning tamoqlarinimi tayyor cho'p yeb o'tkazganligi, u yerdagi nihoyatda sovuq, undan keyin nima tekshirib, virusnikini tekshirib, Amerikaning Xitoy butun amaldorlarini nima qilgan, buni Xitoyning norozilik bildirgani, norozilik bildirishga qaramay, hammasining shu Xitoy virusi bormi yo'q, buni application tiqib tekshirganligidek nimasini ko'rdik. Demak, nima deganda, asli tashqi ishlar nimasida ma'ni imtiyozi bor ekan, u imtiyozini bermaganligi o'tirg'i chiqyapti qarindoshlarim. Demek Xitoy tajovuzlari budoq nimadan keyin ham ayni ko'rdinglar, ayni 22-yilda Yevropa ittifoqi, keyin Amerika, Kanada, Angliya birlashib 30 davlat birlashib Xitoyning amaldorlariga ikkinchi qatimliq jazoni yurgizgan bo'ldi. Bu Yevropa tarixida 30 yildan buyon, ya'ni 89 o'quvchilar harakatidan keyingi nihoyat bir cho'ng nima jazo, amaliy jazo qo'llangan harakatga, shunga buni nihoyat kun tartibdan bulab ketdi, nihoyat nima shaklda bu so'zlandi qarindoshlar. Chunki bilganimizdek bu Yevropa ittifoqi ham o 3 davlat birlashib 30 davlat Xitoyga bu jazoni, ya'ni Xitoyning to'rt amaldori Ming Jianzhu, Wang Chunjing, Wang Mingshan, Qin Mingguo qatorliq 4 Xitoy amaldori, keyin ishlab chiqarish Bingtuani qatorliq bir idora, o deyman. Shularga jazo yurgizgandan keyin Xitoy darhol ham shu kuni 10 Yevropadagi 10 har qaysi davlatdagi 10 amaldorlarga bir nima jazo yurgizganligini e'lon qildi. Demak, uni e'lon qilgandan keyin ham nima texmo Yevropa birligidagilar bu texi bu nima qilish yo'q. Bu bunda o'zini tekshirish yo'q. Texi bu chiqarishini qaraganda buning rasmiy chidamas boshda mush ko'taradi deb, mushuna shaklda bu chiqarishga qaraganda buning rasmiy dadijiq o'xshaydi deb, Xitoy bilan bo'lgan bir savdo kelishimi bo'pti. Uni hozircha to'xtatib qo'yadigan qarorni olganligini anladik. Demak, nima deganda Yevropa birligimi, Yevropa ittifoqimi Xitoyning bu jazo qarta, jazo yurgizish nimasi qarta Yevropa ittifoqi jiddiy shaklda bir harakat qilinayotganligini ko'ryapmiz. Demak, Xitoyning bu nihoyat zo'migar, muttaham, nihoyat zolim yuzini butun dunyo asosida ko'ryapti, ham his qilyapti. Chunki Sharq Turkistondagi bo'layotgan masala, Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni ilib berayotgan Xitoyning her şekilde mesela emgak güçleri olsun, cezalar agırda her şekilde insanların kıyın kıstak yokutuş olsun, türmüge solaşı olsun, ağır cezalara mahkum kılış olsun ve öldürüş olsun. Bunun hemmesi tedricen az uçurlarla toplanıp bu üçül cereyanda nurgun materyaller, nurgun paketler toplandı. Hem de bu paketler toplanıp Xitoyning aldığı bir-birlab qo'yilyapti. Xitoy bunga nisbatan cho deganda xalqarada nihoyatda cho'ng besim uchrayapti. Besim uchrashmi, ammo o'zining tarafdorlari bo'lgan Pokiston, uşaq-cho'k bir davlat, 80 dan ortiq davlatning atrofiga Afrikadagi 3-4 davlat bilan yig'iliblar. Mana biz 80 davlatning bizning Sharq Turkistonda qilinayotgan siyosatimizni qo'lladi. Bu g'arb davlatlarda bir 30 davlatning buning qarshi chiqishiga biz bosh egmaymiz degan nuqtada ketib qolganligini ko'ryapmiz. Ammo buninglik bilan u 80 davlatning ovozi bilan 30 davlatning ovozini ikkisini taroziga qo'yib baksak, hammamiz bilamiz, malat kuchli. Chunki butun 30 davlatning taraqqiyoti bo'lsin, mayli iqtisodiyotlik bo'lsin, mayli Xitoyningki bilan iqtisodiyotlik ilm berim bo'lsin, bu 30 davlatning qilayotgan nimasi, agar 30 davlatning birlashib qilib qolgan jazosi Xitoyga aytdi, ajallik zarba berdiganligini buni ko'ryapmiz qarindoshlar. Shuning uchun biz endi yana boshqa xabarlarga inshaalloh kuchimizning yetishiga diqqat qilamiz. Demak, nima deganda
Muşu meyli Amerika'da olsun, meyli Avrupa'da olsun, asta devletlerinin muş Xitayning irqiy qirg'inchilik qilayotganligiga qarata bir tamg'ining besilganligi, bu tamg'ining asta Alloh xolisa bir şekilde cho'nqilish mangdiganligini, jazoning bir-birlab 4 amalda 5dan 6dan ishlab mengib buning jazoning darajasining yuqori ko'taradiganligini ko'ryapmiz qarindoshlar. Shuning uchun biz shaxs bo'lish sifatimiz bilan bir musibat, g'azidor, bir zulm uchirg'uchi bo'lish sifatimiz bilan aldiraydi ekanmiz. Ammo davlatlar orasidagi munosabat biz aldirgandek shaklda bo'lmaydi ekan. Ular har xil shakldagi uchur to'plash, har xil shakldagi fikrlarni o'rtaq nuqtalarni biriga ekilish, Xitoyga daraja qo'yib turib, mana desak, Xitoymi buning qarshi desa, buning qanday oldini olamiz degan shakldagi narsalarni o'ylashib turib, anan keyindan o'tirg'i chiqadi ekan va shu masalalarni ijro qilishga kirishadi ekan. Shunga biz hamda o'zimizning shaxsiy yoki bo'lmasa bir zulm uchirg'uchi bo'lgan nuqtadan emas, davlatlarning nuqtasidan qarab bu masalaga ajab oldirmadi, ajab jazo qo'llanmadi, ajab mana bo'ldi, ajab anda bo'ldi degan narsada aldiraqsonlik qilib qo'yganmiz. Lekin bular asta paydin-pay albatta o'zining manfaatiga zo'r darajada ta'sir olmagan, o'zining manfaatini kafolatlantirgan asosda anandan keyin bizning masalamiz bara o'tirib qo'yildi ekan qarindoshlarim. Bu dunyoning tartibi shunday ekan. Biz aldirib ketganimiz bilan boshqalar shu o'zining shu tartib qonuniyati bo'yicha ish ko'rdi ekan demoqchi. Hamda uchinchisi qarindoshlar, Xitoyning Turkiyadagi atalmış Şinjan Teşviqat ve Birlik Sep Hizmetleri qatarida shu Chex Fanlar Akademiyasining tadqiqotchisi, maxsus Uyg'ur siyosati bilan shug'ullanib kelayotgan tadqiqotchi Andrey Kelmas apandimning 2 xil maqolasi yozilibdi. O'sha Erkin Osiyo radiosida berildi. Bu maqolasi nihoyatda yaxshi nuqtalar gavdalantirilgan. Bularmi Xitoyning bularmi Turkiyadek biz bir coğrafiyalik milliy rayonimizda bu yerda 50 mingdan ortiq Uyg'ur yashayotgan, Sharq Turkiston xalqi bilan Turkiya xalqining qondoshlik, tengdoshlik, hatto urug' tuqqanchilik bundaq rishtasi bo'lgan bir yerda Xitoy tajovuzlari Turkiya hukumatining iqtisodiy qiyinchilik va boshqa ehtiyojlarini ko'zatib yana hukumatni gilidan bo'g'ash shaklida harakat ilib berib, asta iqtisod bilan Turkiyaning og'zini bo'g'ish, suslashtirish, Sharq Turkiston davasini Turkiyada qad ko'tarish va Turkiyada bir ommaviy tashkilot xalqning qo'llashiga erishib ketish, hukumatning qo'llashiga erishib ketishini oldini olish uchun paydin-pay nurg'unlagan qismoqlar, nurg'un ilmiy fikrlarni qilayotganligini ko'ryapmiz. Buning birisi, ya'ni tashviqot qismida Xitoyning birlik sep degan Xitoyning Tungjanbu debdik. Birlik sep degan Xitoyning tashviqot ishlarini yurishtiradigan, anandan keyin o'ziga moyil odamlarni tanlaydigan va o'ziga moyil insonlarni harakatga keltiradigan bir bo'lim bu. Vatandan mubatdi. Bu birlik sep bilimining xizmatini aytdi, muhimdi. U nurg'un tashviqot idoralari shu birlik sep bilimiga qaraydi qarindoshlar. Shunga Xitoyning Turkiyadagi birlik sep bilimining asosligi Anqara va Istanbuldagi elchixonasi va konsulxonasining torbitidagi tashviqotlari, undan keyin undidor supurlari, anandan keyin Vatan partiyasidagi ilaqa ismi nimada? Ilaqa birimi Pekinma nima? Ismi Vatan partiyasidagi Ashugoy, anandan keyin bizning ilaqa Uyg'urning nomida qurilib olgan bir Uyg'ur tijoratchilar uyushmasi deymiz. Sabir Bug'doning nimasida qo'l ostida qurilgan jasuslar urusi, asosli jasuslik bilan xizmat qiladigan guruh bu. Buningdagi anandan keyin nomda shu yog'larni tijorat uyushmasi deb 2010-yilda qurilgan, ammo bu butunlay jasuslik bilan shug'ullanadi. Butunlay Xitoyga Uyg'urlarning mayli tijoratchilar bo'lsin, mayli normal fuqaro insonlar bo'lsin, bularning axborot uchurlarini to'plab berish, anandan keyin ularga uchurlarini Xitoydagi soqchilar bilan birlashib telefon urib tahdid qilish, Turkiyadagi jasuslik guruhi bilan har xil shaklda telefonlar bilan ularni qo'rqitish, ularning ba'zilarining iziga tushish degandek shakldagi, hatto ba'zi jasuslarga pul taqtish bu xizmatini qilayotganligini bilamiz qarindoshlar. Demak, nima deganda, jasuslik organini
ta'minlab turgan asosliq manba sifatida bu Uyg'ur tijoratchilar uyushmasi bu shaklda mavjud bo'lib turibdi. Ya'ni qo'l ostidagi ashyoda ishlayotgan Xitoy belgilab bergan palon pulga mana maosh ver desa, shu pul orqali u pul bevosita aning kontosiga emas, Uyg'ur uyushmasi Sabir bug'da orqali shu josuslarga taqib berayotganligi bu aniq. Demak, bu birlik bilimining yana bir nimasi josuslarni ta'minlash va josuslar orqali uchur to'plash. Yana bir yüzü. Manada madem deyilmegen yerlerini men dep qo'shib da'vatima, bu tadqiqotchi balkim bu yanini bilsimi balkim bu şekilde axborot yuzaga chiqmagan bo'lishi mumkin. Ama biz o'zimizning egallagan uchurga asosan har birlar bilan bu yani o'rtoqlashyapman. Yana birisiga o'quvchilar uyushmasi. O'quvchilar uyushmasida 130 dan ortiq o'quvchi borligini bilamiz. Bu 130 ortiq o'quvchilarga hozir mushu Xitoyning virus tarqatgandan boshlangandan tortib Türkiye'de umumlaşkandan tortib mushu o'tgan yil 3-oy, 4-oydan boshlab bu o'quvchilarga bular qarorlik holda oyda 2 qitim maska, arzoq deb qo'ydi ekan, bundoq bir ichida yemak-ichmaklari, ancha-muncha azroq shakar, azroq bir un, azroq bir pranik degandek bizmani berib qilayotgan. Andan keyin vitamin, andan keyin dezinfeksiya suyuqligi, andan keyin yana bir xil bir dori botdi. Nimani oldini oladi deydigan, o'sha Saudiya Arabistonida mavjud tarqalgan dori. Shu dorini bir qapdan taqtiqliq. Demak, har oyda 2 qitim bularga mushtaq narsalarni taqtib, ular bilan aloqani uzib qo'ymagan. Andan keyin yaqinda ularni qiynab ketganlar, sizlarga deb 2000 TL'dan 3000 TL'gacha pullarni izlab tepib, o'ziga moyil insonlarga taqtib berayotgan o'quvchilarning uchun belgiligini uni anglayotimiz. Andan keyin ba'zilarinikini mushu oilam nada degan namoyish boshlangandan tortib telefon urib her hattoki vatandagi Xitoy soqchilar orqali telefonni uzib bularga namoyishga chiqmaslik, bu oilam nada olsun, mayli hozirgi Xitoy Istanbuldagi Xitoy konsulxonasining oldidagi namoyishlarga chiqmaslik, chiqqanligi amalga da'vat qilib ularni yandırıp kelish, ailesi bilan ko'rishmoqchi bo'lsa, ularni ko'rishtirishib qo'yishiga kapolatlik qilganligi to'g'riliq va'dalarni berib, u yerdagi Uyg'urlarni bunday izohtirayotganligi o'tirdi qarindoshlar. Demak, Xitoy mushunday shaklda birlashsa mayli Turkiyada o'quvchilar olsun, mayli tijoratlar uyushmasi olsun, mayli Xitoyninki elchixona va konsulxonalari bu ishda mustasno emas. Bularning tashkillashi, bularning o'rlashtirish bilan bo'ladi hamma ishlar. Andan keyin bu o'quvchilarni mayli tutib turish, Uyg'ur tijoratlar birlashmasi orqali josuslik to'rini kengayish, her sohaga kirish, adliyadan tortib, hattoki shu mali soqchixonasidan tortib, hattoki muxtarlikcha, muxtarlik deganimiz mana oila komitetining nimasigacha kirib, bu yerdan uchur egallayotganligi bir shaklda nima qildi. Bu yerda tuyuqsiz tutib ketayotganligidan keyinda qarindoshlar. Chiqishtirayotganning hammasi shu Sabir bug'daning nimasidagi shakldagi ishlar. Vatan partiyasidagi nimalar. Vatan partiyasining yana bir Türk atliq ba'zi kishilarning shu bizning davarimizni qilib berayotgan Turkiyadagi Türk millatidagi insonlarimizga mayli Facebookda olsun, mayli Twitterda olsun, ular ayrim uchur qilib, bu yolg'on, bularning u yerda Sharq Turkiston ijtimoiy masala yo'q, bular yolg'on da'vo qiladi, nima yolg'onligiga sizlar ovoz qo'shsizlar deb bir shaklda menda ularni tinchlandirish uchun yoki ularni u bizga da'voga kuch qo'shmaslikqa mundaq shaklda telefon urib izlayotganligini anladik. Ammo ularning tegishli javoblarini berib, ular bilan yuz turani ko'rishib, ularning Vatan partiyasining odamlarini nima qilganligini anglayapmiz. Demak, nima deganda Xitoy tajovuzlari qadam-qadam, bosqich-bosqich har xil shaklda Turkiyadagi birlik bilimi teşvikatida mayli o'quvchilar olsun, tijoratchilik olsun, mayli normal insonlarimiz olsun, uchurni bilib olgan, telefonni keyin qo'rqitib, pat-pat qanday chiqishtirib, tutqun qildirish olsun, andan keyin ularni axborot uchurlarini Xitoylarga berib o'tib, Xitoylar masalan telefon nomerlarini u yerda Xitoy topolmaydi. Bu yerdagi josuslar orqali u uchurlarni telefonlarini ilib, bularga berdi, ularni keyin telefon urib bulardagi Turkiyadagi insonlarimizni parakanda qilish, qo'rqitish, urug'-tuqqanlarni go'rga guldirib, ya urug'-tuqqanlar orqali gap qilib, samayish aralashma, mundaq qilma degan shekildagi narsalarning hammasi mushu Turkiyadagi Xitoyning birlik bilimining qilayotgan ishlarining
asaslık akıberde bula demekçi arkadaşlar. Şuna etrafımızdaki her xil şekildeki meyle onun üstüge bazı neslede Uygur casuslar özü oturmaydan otur aşkar çıkamaydı. Şu Vatan Partisi'ne okşaş anandikin mavi sabır buğdağı işlevatkan bazı bir Türk çıray, Türk tillik insanlarını bulunu yallap durup işletip oturga çıkavatkaları. Bu mu? Oturda qarindoshlar. Şoňlaşqa her işte olsun, yüzümizden kimligi olsun, yüzümizden şahsi uçurları olsun, naýetdi çyň saklayly, naýetdi ýaşy kontrol kılly. Näde bir ýerde tizimti olsun, apyryplam tizimti etmeýle qarindoshlar. Şoňa anikeýde ijtimai tarat kıladym mesela yüzümizden aşkarlanıp bolmaýdygan bäzi mähbi uçurlaryny ama aşkarlamaslyk meselesi bu diýendikçe. Anikeýde telefonlarymyzga viruslar kirip bardy arkadaşlar. Telefonlarymyzga ihtiyat kılaýly. Anikeýde hemme gepimizni telefonda dimeýli. Çünki Xitay meniň telefonumga virus kirgide 2-3 ay bolap kaldy. Normalsız halatda. Amal ýok, her gün hemde bir ýeňi telefon almaşdyrýşga onuňa nimemiz ýetmeýdi. O telefony meýle zawod eslige ekilip ýetile, o öşmeýdi o virus. Arkadaşlar. Pekä şu telefony almaşdyrýş dogry keldi. Şonuň üçin Xitay her insan edem almaştırıp gitmeýdi de muşta şekildeki bäzi bir virusny silip, o viruslar arkaly sizin bütün telefonuňyzda uçur. Mesela meýle WhatsApp'da sözleşiyorsun, meýle Telegram'da sözleşiyorsun, meýle normal telefon sözleşiyorsun. Hemme uçuruňyz udul giden gep. Sizin telefonuňyzda siz anlagandaky anlap turgan gep. Şonuň üçin her işte üzümüz tonumagan, üzümüz bilmegen, bular Facebook'da garaňlar. Xitaydan çıkıvatkan adam sany men bir tory tekşürsem 120 Xitaydan çıkıvatkan 120 adam bar. Çünki onuňda Xitaydan çıkıvatkan adam sany mança dep közüp bereledi. Hattoki şäherden közüp bereledi. Ma şäherde mançylyk edem bar, Karmaýdan künügi 4 adamdan çıkıvatkanlygyny körep turýatymyz. Şahsen men özümden şähernikini körep turaldyk. Demek nime degende Xitaynyň hiç kaçan mail, WhatsApp, böyle ictimai uçurlar hiç kaçan uçur nimesinden takip kalmaydıgan, gözetmeydigan vakti yok. Çünkü bizdeki uçur ne? Bizdeki uçur ne arkadaşlar? Şu adamlar uçur toplaş arkalı ama teşkilatmada iş kıptı, falan yerden köş YouTube tutugen ona kıptı, pukuncadan mandayken, malı saptı, bu şunun hemmimiz uçurun toplap, ma kaysi bizgi tehdit, kaysi başını aldığını aldığımız, işte de tehdit kılan geçiyor. İstihbaratdan birinci ötkili uçur toplaş kardeşler. Şunun için Xitay hiç kaçan uçur toplashga iqtisatni nurg'un hajlawatydy. Nurg'un insanlarni her xil pul bilen bolsun, qo'rqitish bilen bolsun mayli qilwatydy. Hiç kaçan bo'shib qolgani yo'q. Xitay to'xtab qolgani yo'q qarindoshlar. Shuning uchun biz her zaman, her işte, her gap qilishda bularmi telefonda hattoki bunda sorunda o'tgan vaqtimizda telefonimizni yenimiz qo'ymaydi. Telefonni açık etili başka uyga. Ücrep durup başka uyga açık etili. Hatta yenimizde ücrep tutsak mı anlalaydı. Hazırki teknikada man telefonumuzu ücrep etken bilen mi? Xitay anağı virüs yap koygan bolsa uçukta gidek anlayalaydı. Hazırki pen teknikinin küçü bu arkadaşlar. Şunun için biz yüzümüzde ma casusunu yenimizde götürüp jürep mana olan yüzümüzdeki balaya yapat eken böyle. Demekçi. Şu an bäzi bir bamsa yok mesela palany körşeli diýen gep buludy ama onundan başga palan pukony taam ton dep böyle jaryan kozakymyzy hemme gepni köpüýtüşine öze togry emas. Şuning üçin ijtimai tarat uçur wasitlarida endi bu jasus wakende bunu taşwip etke bolmaýdy. Dikkat kılıp işletsek, hoşarlykymyz bilen işletsek ýaxşy bolady demekçi. Hemme nimede şu ijtimai tarat kıladım şu çykyrdygan gepni, diýdigan gepni deýle. Demeşkilik gepni demeýle. İnkasnymy şu. Deýdigan gepni eger resmi Şerq Türkistanlyk bolsak, Uygur bolsak, musulman bolsak diýişik gepni, kılıç işini kılaýly. Bolmasa şu uçur wasitlaryňyzmy onu jasuslyk közleri bar. Şoňa ma gepim desem işine bolmaýdy dedim. Ýakymyz kömeýdi. Üzümizden ýende diýdik go. Üzümizden topuda diýdik go deýmez ama onunda düşmanyň kul gwalygyny gözümüz görmeýändikin nezerden saklyk goýmaz. Şoňa düşman işlerimizden haberdar bolup kalady. Şoňa naýdy hoşarlyk bilen, naýdy çeçilik çünki bizden
Yaqinqi biz 2015-dan tortib 2026 yilga nurg'un ishlar beshimizdan o'tdi. Nurg'un qarindoshlarimizni ağrıldık. Nurg'un ishlarimiz barbod bo'ldi. Nurg'un ziyonlarni tortdik. Mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan cho'ng. Bularni biroz tartiblashimiz kerak. Biz nada ketkizib qo'yapmiz? Nadan ketdi? Dushman nadan uryotidi bizni? Biz dushmandan qayerdan mudofaa? Hech bo'lmaganda biz dushmanni urolmasakmi, o'zimiz mudofaalanishni bilishimiz kerak. Biz mudofaalanmasak, biz yeb kelsak, yeyaversak, bir qitim tortmish, ikkimiz tortimiz, ya'ni 3-chi qitimda ig'ir keladi qarindoshlar. Shuningga har jihatda o'shar bo'lishimiz, o'zimiz sezgan uchurlarni, munofiqlarni fosh qilib o'tishimiz kerak qarindoshlar. Dalil isbotlar yana. Qarg'ulash bir odamga do'kmat qilishga, qarlashga bo'lmaydi. Lekin u jasuslik qilayotgan, xayrlik qilayotgan hamon bir yerdan ilinadi. Chunki u bu uchurni elish uchun, bir narsani qilish uchun harakat qilish kerak. Harakat qilish kerak, bir yerga berish kerak, bir yerga uchirish kerak, bir bilan ko'rish kerak-ku. Hech bo'lmaganda ayda bir yoqdan pulni elish uchunmi bir yerga beradi, boradi-ku u. Pulni uyda bermaydi. Bedg'a odam, do'qmishda, bir yerda, xoli bir yerda do'q surishib berdi. Siz men ko'rmagan bilan boshqa birisimiz ko'rib qilishimiz mumkin-ku. Shuningga kuzatishga, diqqat qilishga naydi hushyor bo'lsak, naydi yaxshi bo'ladi. Bugungi xabarlarni birlashtirib, mana biz Turkiyadagi ahvollarimiz, biz biladigan, biz tushungan, biz egallagan xabarlar bo'lganligi uchun qarindoshlarim. Buning har birlari bilan mendaq shaklda o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Gapimizning to'g'ri yerini aylanlar, xato yerlar qilib qolsin. Endi bugungi kunda bizning vaziyatimiz naydi Allohning izni bilan 360 gradus şekilde bir o'zgarib qilishi mumkin. Bu mümkünçilikka, her bir fursatga biz qanday tayyorlik qila olamiz? Biz qanday shaklda hushyor turamiz? Qanday shaklda mush fursatni ching tuta olamiz va dushmanga zarba bera olamiz degan shaklda hammamiz shuni tafakkur qilsak, nayt yaxshi bo'ladi. Tayyorlik holatda bo'lamiz. Hech bo'lmaganda tayyorlik deganimiz ideya jihati tayyorlik. Agar bir kuni Xitoyni uradigan, Xitoyga qarshi turadigan, Xitoyni bir yerda tashlatadigan ish chiqib qolsa, men qanday qilaman? Men nada turaman? Mening hozirliqim nada degandek narsada kallamizda o'yinish bo'lib qolib qolsa, nayt yaxshi bo'ladi. Shuning bilan birga har bir fursatni ching tutish, har bir fursatga mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli jismoniy jihatdan bo'lsin, o'zimizni tayyor qilishning nayt muhimligini. Har doim tayyorlik turgan odam ziyon tortmaydi qarindoshlar. Ammo tayyorliksiz turgan odam ziyon tortish ig'irlab ketadi. Shunga tayyorlik turishni, to'g'ri tushunishimizni, to'g'ri shaklda tafakkur qilishimizni, har narsani yaxshi shaklda kallamizni yaxshi shaklda o'tkazishni bilishimizni, o'rganishimizni tavsiya qilaman qarindoshlarim. Shunga gapimizning to'g'ri yerlarini qabul qilgan xatolarga qolsin qarindoshlarim, qalbimizga a'zo bo'linglar, bir taqib qo'yinglar. Inshaalloh sizlarning qo'llashinglar bizning qalbimizga a'zo bo'lish va taqib qo'yish. Bu eng chong qo'llashinglar. Shuna bu qo'llab-quvvatlagan vaqtida anandan keyin biz texmi nadar, texmi yaxshi narsalarni o'tirg'a chiqarish ekanmiz. Energiyamiz oshir ekanda, qarindoshlarimiz bizga destek berdi. Inshaalloh bizmi yolg'iz emas ekanmiz deb shundan umidli ekanmiz qarindoshlarim. Hammanglar Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.